Şeydullah'tan yolga chiqib, Al-Nazar qo'rg'onidan Sanju teg'iga yamashdik. Bu safar jarayonida bu cheksiz Kohiston ichida bir necha Xitoy askarining o'z bilan bir yerdagi Uyg'ur askarlarga va yerlik chorvachilarga qilayotgan insoniyatsiz muomalasi kishining g'azabini tashqizatdi. Ammo bu xalqlardagi tavakkulchilik ruhi, erkaklik tuki nelarga yetdikin? Bir avulning kishisi bir Xitoyning azoblariga taqat qilib chidaydi-ki, bir erkak jondan to'yib, bu 6 tok Xitoyni bir kechada xolida paylab turib bo'g'izlab etishga jur'at qilolmaydi. Sanju teg'ining tikligidan otlar kerak ekanmaydi. Bu yerda biz Qotaz kiralashga majbur bo'ldik. Bu taqqa Qotazdan boshqasi bavo ekanmaydi. Atlarimiz bir aydan beriqi chidag'usiz safar mushkulotidan xo'pla ajizlab ketgachga, ularning odam yoki yuklarni ko'tarib yurgidek holi qolmagan edi. O'zlarini ko'tarib mang'olisimi shukr qilgidek holda edik. Bu yerdagi tutak dastidan burnidan qora qon kelib, bir saptishimizning xonimi o'ldi. Bizning Uyg'urning holimi yomonlashdi. Beshim bir quchoq bo'lib yo'g'nab ketdi, deydi Uyg'ur. Uning badanlarining harakati uning ixtiyoridan chiqqan edi. Uni Qotazga bog'lab qo'ydik. Tog'dan tushganimizda pastda tojiklarning bir necha tosh uylari bor ekan. Tojiklardan yordam so'radik. Uyg'urni saqaytishni o'tindik. Tojik sho'v guruch qaynatdi. Rasa qaynab, guruchlari etilgandan keyin qaramuch va qizilmuch talqini soldi. Bu shunchalik achchiq bir osh bo'lganmishki, Uyg'ur "Buni ichsam o'laman" deb qaqshidi. "Buni ichmasang o'ladigansan" dedim men qat'iy qilib. Ondan Uyg'ur majburiy ichdi. Ammo ko'p tushkurib ko'p tatildi. Bu yerda issiq talni betib, atisi bo'lganda Uyg'ur yeniklab qolganligini aytdi. Tojik uni jilg'idagi suda bosh ko'zini yuvishga buyurdi. Chidag'usiz so'g'uq suda bosh ko'zini yuvgandan keyin Uyg'ur tamoman hayotga qaytganligidan amin bo'ldi. Biz safarimizni davom qildik. Sanju teg'idan keyin Tarbog'oz degan yerdan o'tib, cho'nqur o'tanga keldik. Ammo apandilar bu yerdan ketib bo'lgan ekan. Biz bu yerda uloqlarga dam berib, 8-noyabr attigini Ko'rlangaga qarab atlandik. Sanju oldimizda edi. Uchurlarda Sanjuda gumidan chiqqan bir rota kommunist askari bor deyiladi. Bu askar bizni tutib Urumchiga qaytirib ketmoqchimish. Aqgumbazda Gumunahisining dastlabki mahallalariga yetishdik. Bu yerda qo'y so'yib, odamcha tomoq yedik. Bu Pusadan chiqib ketgandan keyingi rasmiy tomoq degudek tomoqimiz edi. Bu yerda apandilarning Sanjuda ekanligi to'g'risidagi uchurga erishdik. Sanjuda 1000dan ortiq yerlik aholi bilan Bug'ra apandi bizni kutib turgan ekan. Bu hol shuncha mushkul safardan keyin bo'lg'ashqa bak muta'assirlik edi. Ko'ngli yumshoq sabdoshlarning hammasi ko'z yoshlarini tutib ololmadi. Bu xuddi onasidan uzoq ayrilgan sabiy bolaning ona bag'riga qayta ulashgandagi xushallik yeshiga o'xshaydi. Tutqunlikda ketgan apandilarning amdi bundaq izzat hurmat ichida erkin bo'lishi bir oz tushuniksiz edi. Buni Qurban bilan Uyg'urga vazifa qildik. Ular tezla sababni tushunib keldi. Aslida Gumunahisining harbiy amaldori ularga 2 askar bilan shundoq bir xat avatgan ekan. Xatda shundoq mazmunlar bor edi. Hurmatlik muavin rais Muhammad Emin apandi, bosh kotib Isa apandi. Manga Qashqardagi general Javshiguan sizlarni tutish to'g'risida buyruq bergachga, men askarlik burchimni o'rindigan edim. Özür so'rayman. Bu buyruq Azodlik armiyaning Urumchidan besim qilishi bilan berilgan ekan. Men hozir general Tavsiyoning telegrammasini topshirib oldim. Tav general sizlarni chegara qarovulida bo'lsa chiqarib etish. Qaytirib kelingan bo'lsa, qochdi deb ma'lumot yo'llab, sizlarni taki chegaragacha qo'g'ligan qiyofat ifodalab qo'yishni topilgan ekan. Endi bu buyruqni ijro qilmoqchiman. Avatgan askarlarim sizlarni qo'g'ligan bo'lib, sizlardan keyin yo'lga chiqadi. Chegara qaravuliga uchrashtirmay sizlarni chegaradan o'tkazib etadi deganlar yozilgan ekan. Takror ashu Kohistonga safar qilishga hech kimning rag'di qolmagandek qiladi. Texmi muhim sabab ko'k art davondagi haqoratlik tarixiy xatodan keyin liderlardan so'yish kayfiyati bo'lsa kerak. Shuning bilan sabtoshlar bilan deyishdik. Kimlarning ketmaydiganligi aniqlandi.
Selçuk Sulayman, Qurban Qoday, Abdurrahim Qiliç, Hamdul Qavan, Xevir Tömür, Muhammed Emin Mustafa, Yusuf Nacidi, Muhammed Toxti, Fethiddin Mahsum, Abdullah Naman, Abdulaziz Çingizxan, Abdurrahim Ötkür, Bay Aziz, Uyghur Adil, Hacı Yaqub, Rahim qatarlıqlar idi. Bizning tekrar ketishdan voz kechganligimiz boshliqlarimizning bakmu ko'nglini yerim qildi. Ular agar ko'nglimiz yerim bo'lgan, xafa bo'lib qolgan taraflarimiz bo'lsa, afu qilish to'g'risida ko'p yolvorishdi. Ammo biz qarorimizdan yanmadik. Bu arada Hacı Yaqub, Uyghur Adil İsa Efendining xonimi Fatima xonimning yenidan oltin javohiratlarini o'g'irlayapti degan bir fitna yoydi. Hatta ba'zi qiyni qiziq sepdoshlar darhol buningga ishonib Uyg'urni dumbalamoqchi bo'lishdi. Men ularga tasalli berib, oltin javohirat degan narsani shuni tutib baqqan odam sig'dira oladi. Uyg'ur undaq narsani ko'rib baqqan bo'l emas. U undaq jiq narsani ko'rsimi qo'rqib ketadi. Shunga men uningda bundaq jur'atning borligiga ishonmayman. Oldirmay ish qilasizlar deb to'xtatib qo'ydim. Keyin men Abdurrahim Qiliç bilan billa Uyg'urni tepib ko'z tutib baqdim. Uningda g'ayri alomat sezmadim. Qilichmi o'xshash qarashda bo'ldi. Uyg'ur burunqidakli bichora va mungluq edi. Shunga İsa Efendining chedirga berib baqayli, nima gap so'zlar bo'lyapti ekan deb qilishni boshladim. Ayollar va balalar oqimizdaroq, ya'ni oq gumbazda qog'oshga amdili yetib kelgan edi. İsa Efendi xotin balaları bilan ko'z yoshi ichida ko'rishayotgan sorunning ustidan tushibdimiz. Michildab yig'ilishi ko'nglimni g'ash qilibdi. Uningda liderlarga xos chingliq, o'zini yo'qotib qo'ymaydigan ruhiy ustunlikdan asarmi yo'q edi. Hatto normal bir erkakchilikmi o'zini tutmay michildishidan nomusum keldi. Men Qilichning ta'sirotini ko'rsatish uchun chandurmasdan uningga qaragan edim. Umu bir turlik o'ng'aysizlik his qilib yerga qarab olgan edi. Ular paskariga tushgandan keyin xonim yo'l bo'yi bo'lgan ujur-bujurlarni so'zlab berishga boshladi. Ammo oltin javohirlarini o'g'riga oldirib qo'yishdek bundoq cho'ng voqeani hech tilga olmadi. Buningdan men bu Hacı Yaqubning shaxsiy bir husumat vaji Uyg'urga qilingan tuhmat ekan degan qarashga keldim. Qilichmi mendek o'ylabdi. Voy Xitoyning bolasi, dedi u tillab. 12 noyabr kuni apandilarni takrar yo'lga soldik. Yaqinlarimizdan Po'lat va Sattar Bulbul apandilar bilan ketdi. Bu kuni Sanjuning bozori edi. Biz mu bozorda o'z hozirliklarimizni qilib, o'zimizning yo'liga mengishga tayyorlandik. 13 noyabr Qag'allardan O'tkir, Chingiz, Muhammed Emin Mustafa, Rahim va men Qog'iliq yo'li bilan Qashqarga qarab yo'lga chiqdik. Bularning ba'zilarining Qashqarda Kashmirdagi Imperiya bankisining sho'basida amonat qo'ygan pullari bor edi. Aslida uni Kashmirda elish uchun amonat qo'ygan bo'lsa-mu, endi mushu yerdan elib olishga to'g'ri kelgan edi. Qurban Qoday, Qiliç, Hamdul Qavan, Abdullah Naman, Uyg'ur, Hacı Yaqublar Xotanga qarab mangdi. Bulardan ba'zilari shimolga ketadiganlar bo'lib, Qashqarga uchrashmasdan Xotan daryosini bo'ylab Tekli makonni kesib o'tib Aqsuga chiqmoqchi edi. Qashqarda tutilgandan ko'ra o'z makonlarida tutilishni bir oz yenik his qilish kerak. Fethiddin Mahsum Qog'iliqda qolmoqchi edi. Kommunist tashviqotlari boshlanib ketgan bo'lib, hamma yerda Burxonning Ulanbayga chiqib, ozodlik armiyani qarshi olganligi, 10 minglagan Urumchi aholisining qarshi elishga chiqqanligini uqdik. Shu yerga kelganda hikoyasiga bir oz ara beradiganligi bilindi. Vaqtim bir yerga borgan edi. Men charchagan edim. Shundaqdimi bir necha savollarim bor edi. So'raymi, so'ramaymi degandek bir oz ikkilanib. Oxiri shu Burxonning Ulanbayga chiqib ozodlik armiyani kutib olish ishiga nima deysiz? Ilgari u o'zini tatar deydi ekanmish. Dal kommunistlar kelish harpsida Uyg'ur bo'lyapti. Uning Uyg'ur bo'lishiga ehtiyoj tuyulgan edi. U Uyg'ur yurtiga Xitoyni boshlayotgan tursa, tatar sifatida boshlasa, bir zamonlar kelganda Uyg'ur Xitoyga vaqirab, "Seni biz chillab keldikmi?" desa, Xitoylar, "Ha, xo'sh bo'p oldimga chiqishmadingmi? Qarshi olmadingmi?" deyish kerak-da. Bunun uchun Uyg'urning vakili lozim edi. Sizce Burxon bo'lmay boshqa birisi bo'lganda qanday qiladi? O'xshash. U chaqlarda bizda hech kimning davlatchilik engi yo'q edi.
Şoňa burhan bolmagandymı her kim Ulanbayga çykyp tajawuzçy goşunyny karşı elişi mümkin idi. Uzak ötmişde Zozongtan koşullaryny çajan kurup kütüp algan halkynyň awlady bu. Anlasam Kasım Karacım, basqonçuluğany bizde kütüp algan halkdan başqasyny tapanmaysan. Şuning üçünmi bizning tehi köýgülikimiz bar. Allah bu günayımız üçün bizni aşu zalimlarning qolu bilen jazalaydy, depdiken. Bu rast. Hänimi körsek haq bizge. Çünki bizninkiler köz qaraş, meslek, dünya qaraşlarını asan uyuqtırıp elip, mana şu import ideologiyası üçün en mühim milli qadariyetlerini qurban qılıverdi emasmı? Sovet ittifaqida terbiye ağallar tabii ki baştan çıqqan, oxşaş ideyadik akının uksu boluşunun baxtlik ülgüsünü görüp kelgeşke, bunun nemisi yaman, yaxşılığı dep oylaşı eniq. Ular yerim əsir össe nemi boluşunu nädin bilidi? Çünki biz bugünni faqat tünügüngile seliştirimiz. Hiç farq yo'qdek qildi. Ammo 50 yilning oldidagi ahvolga selishtiray demaymiz. Mana shundaq selishtirgandila qo'rqinchli farq ko'rildi. Memtili Efendi mesleklerden qat'iy nazar davlat bo'lish fikrini elib kelgan. Aslida bu fikrning yiltizi Abduqodir Damullahga tutishdi. Memtili Efendi Mustafa Kemalning ya mustaqillik ya o'lim shuarining qattiq ta'siriga uchragan. Bu şuar qaramakka mustaqil bolamagandan ölgen yaxshi degan ma'nini berdigandek qiladi. Agar birsidan so'rasangiz, cho'qim shu yeshimni beradi. Ammo texim muhim bir ma'nisi mustaqil bolamasang cho'qim o'lasan yoki o'ldim davagin deganlik bo'ladi. Buni bizning amaliyatimiz dalillaydi. Agar shundoq ko'z bo'lsa, uzoq selishtirib ko'rilsa, bizda siyosiyon, faylasuf yoki tabiiy fan olimlari bo'lib baxmidi. Eng angliq, uqumuşluq hesaplanadigan tabiqimiz shoir, yozg'uvchilar edi. Hatto yozg'uvchilarmi keyin paydo bo'ldi yoki rivoj topqili turdi. U kimlarda faqat angliq qatlam deb shoirlarni sanashga bo'ladi. Shoirlarimiz haqida kichikkin deb o'tdim. Siz o'zingizmi bilsangiz kerak, 50-yillarning tavarruklaridan birmi odam chiqmadi. Xitoyni madhiyalashda musobaqa qilgandek qilishib ketdi. Kim millatning beshiga kelayotgan ajallik qismatning farqiga bordi. Buni barmoq bilan sanag'il bo'ladi. Ammo ularni xalq to'g'ri tanımagan edi. Bu holda davlatchilik eng yetishmagan bu millatda kim rais bo'lsa-mu o'xshashli Ulanbayga istiqbolga chiqib ozodlik armiyani boshlab keretdi. Yana shunimi deb o'tish kerak. Bu raisning ixtiyorida bo'lishi-mu natayin bir ish. Men yana shu davlatchilik engimiz haqida davom qilsak ekan deyman. Men sizning davlatchilik eng haqidagi deganlaringizdan buni Memtili Efendining tarbiyasidan hosil qilibdi deb o'yladim. Bundaq tushunishim to'g'rimidi? Yo'q, hargiz bo'lmaydi. Memtili Efendi faqat bir to'shug'ichi gen rolini o'ynagan odam. Deb o'tganimdek, buning yiltizini bir oz uzoqdan izlamak lozim. Bugun ziyolilar Abduqodir Damulla haqida demokratik islohotchi degan tantanalik ataqni qo'llanyotdi. Men buni xato demayman. Ammo ularning bu ataq uchun baxsh etgan mazmuni yetarsiz. Bu faqat ma'rif islohoti, o'qitish usuli va o'qitish mazmunidagi islohot deyilish bilan kifoyalanyotdi. Men buni yetarsiz deb qarayman. Asli ilhom manbasi ana shu davlatchilik eng. Davlat bir top uşaq elib satalar va dehqonlarning tirishchanligi bilan barliqqa keladigan narsa emas. Buni bilasiz, boshqa ziyolilarimizmi bo'ladi. U qo'lidagi mushtakni o'ynagach, bir necha senkund meni kuzatmoqchi bo'lgandek to'xtadi. Demisimi, men bularning organik birligini inkor qilmasammi, konkret tushuntirib berolmaydim. Shunga qiziqsingan holda uning davom qilishini kutdim. Eng yaxshisi men gapni bir oz uzoqdanroq boshlay, dedi u mening kayfiyatimni darhol dangsab bilib. Qarag'onlar imperiyasidan keyin amaliyotda bizni boshqa millatlar idora qildi. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Saidiya go'yo bizdindek qilsa-mu, amaliyotda ular Mo'g'ullarning avlodi edi. Bizda shu chog'lar davomida davlatga bosh bo'lishga jur'at qila oladigan tashkillovchilar chiqmas bo'lib bo'lgan desakmi bo'ladi. Buni ashu nihoyat az bo'lgan podshoh jamiyati Mo'g'ullarga bizlardan millionlarning bo'ysunishi isbotlaydi. Ular saltanatlari qo'ldan ketgan chog'larda yanada saltanat ko'yida tipirlashgan.
Avlodlari ichidan yana birlari saltanatni tirildirish uchun jur'at bilan o'ttiriga chiqib tashkillash elib bora olgan. Ya'ni podshoh bo'lib boqqan bo'lg'ashqa yana podshoh bo'lishning ko'ydi bo'lgan. Ammo ular bilan qandoshliqi bo'lmagan yerliklardan saltanat qurish urinishida bo'lganlarning chiqqanligi noma'lum. Bizlar sirtdan kelganlarga bo'ysunish psixikasi shakllantirgashga hokimiyat ishlarining ko'yida avora bo'lmay, singanlarni yeb bo'ysunishni bilgan. Chingiz avlodlari hukmron bo'lish qanida bir xil gendek bo'lganidan hamon saltanat ko'yida bo'lgan bo'lsa-mu, bu umumiy milliy manfaat nuqtasidan emas, saltanatga ko'nib qilish havasidan edi. Yerlik Uyg'urlarda bo'lsa, hukmron kim bo'lsa, uningga bo'ysunishlik kerakdek. Bari birlik, o'z taqdiriga parvosizlik umumiy hal bo'lib keldi. Millat nima? Davlat nima? Bularni angliq to'nigan ne avam, ne huquqmishligimiz yo'q edi deyishga bo'ladi. Әмді, Зозуңтаңның istисласыдан кейін Xitoylar bu mustamlikini boshqarishda burunqi o'xshamaydigan usullarni o'ylab tepishga boshladi. Aslida ilgirki istilo xos cho'ngluq, manmanlikdan bo'lgan va uni mangulik o'ziga qo'shib olish mazmunimi ikki tayin istilo bo'lgan bo'lsa, bunisi bu zaminni mangulik hayotlik makoni sifatida qo'lida tutib qilish uchun bo'ldi. Shuning uchun Xitoylar xos isyonkor jamiyatning avlodlarini qirg'in qilishga yoki shaytonda o'qitib o'zining g'olchisiga aylantirishga alohida diqqat qiladigan bo'ldi. Ruhlarga jiddiy qaradi, bilimliklarni ko'zdan qochirmadi. Bu elda bir yo'lboshchining maydonga kelib, yana Xitoy mustamlikasidan qutulib ketishiga yo'l boshlamasligi uchun bir dohiyning yetishib chiqishidagi moddiy va ma'naviy shartlarni yo'q qilishga g'ayrat ko'z tutdi. Bilamsiz, Taki 30-yillardagi inqilobga qadar Xitoylar bizning engimizning asti qatlamlariga Xitoylar ulug', biz ularning oldida hech narsaga arzimaymiz degan uqumni singdirish uchun tirishdi. Buning amaliy o'rnaklari shundoq bo'ldi. Bir Xitoy bosorunda har qanday bir Uyg'urning o'ltirishiga ijozat yo'q edi. Shuni nazardan saqit qilmangki, bu deyilayotgan Xitoyning amaldor bo'lishi shart emas. Odatdagi jazoni xo'r Xitoy, askar Xitoy, hech qanday mansab amili bo'lmagan Xitoy bo'lsa-mu, avu Uyg'ur, bag, hokim, shangyu bo'lsa-mu, yana shu manqisini tatib turadigan Xitoyning oldida qo'l bog'lab o'ri turishi. Tabiiyki, bir oz oldiga ekilgan holda o'ri turishi shart edi. Ko'chada bir Xitoyni ko'rganda uloqqa minib ketayotgan Uyg'ur uloqdan tushib, Xitoyning udulidan o'tib ketgicha ulug'ini yetilab piyoda menish kerak edi. Xitoyning do'konlari oldidan o'tgan har qanday Uyg'ur puxra do'konning udulida egilib, bir tozim bajo keltirib, ondan o'tib ketishi kerak edi. İsa Yusuf Aliptekinning Asr Sharqiy Turkiston uchun nomli kitobiga qaralsin. Bu kitobda İsa 1926-yili Anjanda turishliq Xitoy konsulxonasida malay bo'lib turgan mezgildimi, Xitoylar bosorinda ana shundoq o'yri turdiganligini, hatto ba'zida diplomatik munosabat ehtiyoji bilan rus doiralarga mehmonga borgan yoki ular mehmonga kelgan ahvoldami yana shundoq o'yri turganda buning ruslar hayron qolganligini, bu odamingiz nimishga o'ltirmaydi deb so'raganligini, faqat ruslar oldida bu xil insoniyatsizlikni yoshirish uchunla Xitoy uning o'ltirishiga ayrim buyruq bergandan keyin o'ltirganligini yozgan. Abturdan mana bu qulluq ko'ndirish praktikasi edi. Mushundoq atmosferada tug'ilgan o'sgan bir bolada qandoq ma'naviy ta'sir qoldirishi mumkin? Buni tasavvur qila olasiz. Mana shundoq bir ma'naviy atmosfera ichida bu qulluqdan qutulishga rahbarlik qilgan, ashu ulug' Xitoyni haydab etishga jur'at qila oladigan odam chiqishi qanchalik mushkul edi. Agar bu 100 yil davom qila olgan bo'lsa, buning qo'rqinchli oqibati millatni qayerga apirishini tasavvur qila olgan intayin osonlik odamlarning biri Abduqodir Domolli edi. Uning islohoti asli mohiyatida ma'naviy kelimatning islohoti edi. Siyosiy islohotning bixi edi. Chunki u Qozonda o'qiyotgan va xizmat qilayotgan chaqlarda Ismoil Gasparali boshlagan tilda, fikrda dinda birlik chaqiriqining ovoz qo'shiqchisi, tashabbuschisi bo'lgan edi. Jadidchilik faqatla diniy harakatlik inqilob emas, texmi muhimi milliy mustaqillikning ideologiya sifatidagi hozirlik edi. Abduqodir Domollining Qozondagi, Buxorodagi sepdoshlariga qarang.
Ular Oktyabr inqilobining oldi keynida Buxoro Cumhuriyeti, Qo'qon Cumhuriyeti, Xiva xonligi, Alash O'rda xonligi qatorliq davlatlarni qurib, Rossiyada mustaqil bo'lganliklarini jakolamidimi? Mana bu jadidchilik harakatining asli g'ol muddaosi ijtimoiy islohot emas, siyosiy islohot ekanligining dalili.